3 9 PPP. Ash mototsikl. Mijozimizning mototsikli ekan. Buni qaranglar. Buni tezligi maksimal qancha aka? 360. 360. Necha benzin yurasiz? 98, 95. Bu rastamoshkasi bilan necha pulga aylangan aka? 8 dan oshgan. 8 ta Cobalt puli. Mana Asha aka. Shu mototsiklni oqtashda ko'rib qolsanglar. Ehtiyot bo'lasizlar. Siz foydali info mana shu mototsiklda akam Toshkentdan kirib kelganlar. Maksimal nechagacha bosgansiz? 240. 240. Nima deysizlar? 240 radar ishlaydimi, ishlamaydimi? Mototsiklni o'zi alohida tema ekan, lekin nomerga alohida keldi. Toshkentskiy 309. Nomer nechi pul deysiz aka? Uncha qimmat emas. Yo'llarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.